bu biznesdagi dushmanlarimiz. Birinchisi bu qo'rquv. To есть biz harakat qilmoqchi bo'lamiz, lekin bizni nimadir ham to'xtab turadi. O'sha nimadir ham bu qo'rquvingiz. Qo'rquv nimadan bo'lishi mumkin? Bu odam sizga bir nima deyishi mumkin, yoki nito gapirishi mumkin, yoki savol berishi mumkin, javob bera olmasligingiz mumkin, yoki uydagilardan qo'rqishingiz mumkin, yo atrofdan qo'rqishingiz mumkin, gaplaridan qo'rqishingiz mumkin. To есть, yo может быть javobgarlikdan qo'rqishingiz mumkin. Siz javobgarlik olgis kelmayapti, shuning uchun komanda ham qilgis kelmayapti. To есть, eng главный narsa birinchisi bu qo'rquv. Demak, birinchi bo'lib qo'rquvni yo'qotishimiz kerak. Eng главный narsa qo'rquvni qanday yo'qotsa bo'ladi? Qo'rquvni yo'qotsa bo'ladi, bu qo'rquvni oldiga borsangiz. Misol uchun siz qorong'idan qo'rqayotgan bo'lsangiz, demak o'sha qorong'iga tushib qoladigan bo'lsangiz, bir qancha vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, deylik siz bitta xonada yopib qo'ysak, qorong'i bo'ladigan bo'lsa, bir qancha vaqt o'tkazsangiz, bari shu qo'rquvingiz yo'qoladi. Misol uchun kimdir deylik go'sti taklif qilishdan qo'rqyapti. Demak, birinchi bo'lib uni ishi go'sti taklif qilish. Kimdir mishig'im keldi. Kimdir misol uchun suhbat o'tishdan qo'rqyapti. Demak, suhbatga qanchalik ko'p kiradigan bo'lsa, shunchalik tez uni qo'rquvi yo'qoladi. Kimdir chiqib turib hammaga trening aytib berishdan qo'rqyapti. Demak, trening aytib beradigan bo'lsa, bu qo'rquvi yo'qoladi. Значит, siz qo'rquvingizga qarab nabarat borishingiz kerak. O'shundan keyin siz boshqa urovingga chiqishingiz mumkin. Bu narsani esingizdan chiqarmang. Bu birinchi va eng главный narsa. Mishig'im zapis qilgan berman. Ikkinchisi как раз shu punkt. Yosh bolaligingiz tutishi. Mishig'imdaqa. Yosh bolaligingiz tutadigan bo'lsa, siz har doim yig'lashni xohlaysiz, hammani ayblashni xohlaysiz, kayfiyatingiz yo'q bo'ladi. Tushunasiz? То есть bu уже детский narsa-da, что yosh bolaga bitta o'yinchoq olib bermaydigan bo'lsangiz, siz ham ba'zan bitta go'stini podключать qila olmagandingiz, endi shu bilan bo'ldi. Sizning kayfiyatingiz yo'q, sizga отказ qildi, sizni ijtimoiy harakat qilgingiz yo'q. Bu yosh bolaning pozitsiyasi faqat. Faqat yosh bola shunday qiladi. Unga bir nima berilmaydigan bo'lsa, ha bo'ldi, значит уже всё, banda o'xshamaydi, meni hech kimsa esingizdan, mana siz 13 yoshga yo 14 yoshga kirgan paytlaringizda uydagilar sizga bir nima gapirib bo'lsa, siz aytardingiz, что bo'ldi, bu hayot kerak emas, men yashamayman, uydan qochib ketaman. Va bu biznesda ham shunday qilyapsiz-da. To есть bir nima sizga o'xshamayapti, siz aytyapsiz, bo'ldi, bu biznes o'xshamasa kerak, hech kim qo'shilmasa kerak, kimni qo'shaman, nima bo'ladi, itakdal. Bu gaplarni gapiryapti. Bu yosh bolaning pozitsiyasi. Yosh bolaning pozitsiyasi shunday bo'ladi. Ответственность o'zining javobgarligini kimdirga tashab qo'ygisi keladi. A взрослый odamning pozitsiyasi hamma yo'lni hal qilish. То есть, например, sizda отказ bo'ldimi, ishtim emas, keyingisiga o'tyapsiz. Tushunasiz? То есть, sizda deylik odam qo'shilmadimi, ishtim emas, boshqasini topyapsiz. Sizda komandangiz ketib qoldimi, ishtim emas, boshqasini topyapsiz. Sizda bir nima o'xshamayapsiz, yig'lamayapsiz, aplaymanda o'xshamayapti deb. Siz naborot kelyapsiz, aytyapsiz, bu narsa menda o'xshamayapti. Nima qilsam o'xshaydi. Bo'ldi, sizga lideringiz aytadi. Mana shu narsani qiladigan bo'lsangiz o'xshaydi. Ko'pincha odam bu narsani qilgisi yo'q. То есть u ko'rdi, 10 ta odamga taklif qildi, u taklif qilish o'xshamadi, bo'ldi, menda bu biznes o'xshamayapti. Biznes o'xshamayapti emas. Sizda bir qanaqadir ham konkretniy harakat o'xshamayapti. Yig'lashdan ko'ra, lutchi lideringiz oldiga borib turib, взрослый haligi nechaga kirgansiz? Уже 20 dan o'tgan bo'lsangiz kerak, endi kimdir 20 dan past, lekin baribir ham siz 18 dan keyin ko'pincha odam bu videoni ko'ryapti. Demak, уже 18 dan keyin hayotingizga javobgarligingizni olishingiz kerak, ha deb yig'lamasligingiz kerak. Uchinchisi, bu haligi qachondir ham bo'lib qoladi degan fikr bilan yashang. Hozirgi harakatingizni almashtirmaydigan bo'lsangiz, o'zgartirmaydigan bo'lsangiz, to'g'risi, sizda hech qanaqa rezultat ham o'zgarmaydi. То есть sizni harakatingiz qachonki o'zgaradigan bo'lsa, undan keyin sizni natijangiz ham o'zgaradi. Siz bir xil harakat qilyapsiz, xayolingizda bir nima o'xshab qoladi-da, bir nima o'zgarib qoladi-da. O'ylanib ko'ring, qancha vaqt yuribsiz shunday qilib. Kimdir уже 1 yil yuribdi, kimdir 6 oy yuribdi, kimdir 3 oy yuribdi, kimdir bilmayman qancha yana yuribdi. Lekin o'ylanib ko'ring. Bunaqa qilib qancha yana yurmoqchisiz? Bunday qilib qancha yana vaqt o'tkazmoqchisiz? Bu значит, ba'zan nima qilishingiz kerak? Konkretniy bir harakatni o'zgartiradigan punktini qilishingiz kerak. Demak, misol uchun siz ikkita go'sht qo'yapsiz haftasiga, sizda o'xshamayapti registratsiya chiqarish. Logichni o'ylanib ko'ring, nima qilish kerak? 5 ta qo'yingda, 10 ta qo'yingda.
Siz naprimер bilmayman, komanda bilan ishlash o'xshamayaptimi? Nima qilishingiz kerak? Trening eshitishingiz kerak-da, bilim olishingiz kerak, lideringiz bilan maslahat qilishingiz kerak. Har bitta directga gapirgan gapingizdan oldin lideringiz oldiga borib turib, "Apay, mana shu odamga shunday demoqchiman. To'g'ri aytyapmanmi, to'g'ri aytyapmanmi?" deb so'rab ko'ring birinchi bo'lib. Ko'pincha odam birinchi xato qilib qo'yadi, keyin "Apay, mana shunday qildim, bo'lmadi" deydi. Bo'lmaydi-da, конечно. Rahmat. Endi aytmoqchi bo'lganim, bu narsani xayolingizdan yo'qotmang. Harakatingizga qarang. Konkretnik harakatingizda nima o'zgartirishingiz kerak? Yana bitta narsa bor. Kimdir shu harakatni qilgisi yo'q. Demak, odam naprimер trening eshityapti, lider bilan maslahat qilyapti, hamma yo'q qilyapti, ofisga ham kelyapti, misol uchun hamma yo'qni qilyapti. Lekin eng globniy narsa go'sti qo'ymayapti-da. Tushunasizmi? Siz hamma yo'qni qilgan taqdiringizda ham go'sti qo'ymaydigan bo'lsangiz, to'liq yo'q shuncha ish qilganingiz bilan. Tushunasizmi? Значит, ba'zan nima qilishingiz kerak? Siz ba'zan harakat qilib turib, go'stini qo'yishingiz kerak. Eng globniy zadachangiz shu. Kimdir naоборот, faqat go'sti qo'yapti, bilim olgan yo'q, ofisga обучениyaga kelgan yo'q, отказ на возражениyalarni bilmaydi, odamlar bilan qanday qilib gaplashishni bilmaydi, psixologiyani bilmaydi. Tushunasizmi? Bo'ldi, shu bilan birga сопровождениyani bilmaydi yoki qilmayapti ham. Oxirida qaraydigan bo'lsangiz, bu odamda hech qanaqa rezultat yo'q. Buni ham eng globniy sizda qilmaydigan joyni toping. Qilmaydigan joyingiz qanaqa? Siz nima imini qilmayapsiz? Вот и все. Bu narsani topadigan bo'lsangiz, albatta sizda natija bo'ladi. Shu bilan 3 ta eng globniy narsani qiladigan bo'lsangiz, sizda 100% o'zgarish bo'ladi. Bu hafta shu 3 ta narsani ishingizga kirgizing. Ko'ring. Men 100% o'rganman, mana shu 3 ta narsadan qaysidir ham sizda xato bor. Bu xatoni topadigan bo'lsangiz, to'g'rilaydigan bo'lsangiz 100% natijangiz bo'ladi. Undan ham tashqari Instagramda Reels'lar bor, Danny Kinder degan Instagram bor, pastda yozilgan. Shu Instagramga kirib turib, aqda ham ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hafta bo'yicha 2 tami 3 ta Reels chiqaraman. Aqda ham o'zingizga bir qanaqadir maslahatlarni olsangiz bo'ladi va albatta kommentariy qoldiring. Sizga bu trening yoqdimi, yoqmadimi, oxirgi qo'ygan Reels'imga yozishingiz mumkin. Va bu kanalda va Instagramni qolgan directlaringizga, komandangizga va сопровождениеda turadigan odamlarga tarqatishingiz mumkin. Hammaga omad.